Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Har bir pensionerga 1.500 ming so'm berilarkan nima qilish kerak degan gaplar ko'paydi. Kimdir buni aniq qaror deb aytayapti. Kimdir ariza topshirish kerak deyapti. Yana kimdir pul olish uchun karta raqamingizni yuboring deb odamlarni chalg'ityapti. Men sizga hozirroq eng muhim narsani aytaman. Bu mavzu har bir pensionerga, ularning farzandlariga, nabiralariga va pensioner qarindoshi bor har bir oilaga tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki noto'g'ri qadam tashlasangiz puldan ham, huquqingizdan ham, shaxsiy ma'lumotlaringizdan ham ayrilib qolishingiz mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bunday masalalarda oddiy odam tushunadigan qilib, hujjat, tartib va amaliy yo'lini tushuntirib boraman. Avvalo bir narsani ajratib olaylik. Pensiya, nafaqa, moddiy yordam, kompensatsiya va bir martalik to'lov degan tushunchalar bir xil emas. Odamlar ko'pincha pensionerga pul beriladi degan gapni eshitishi bilan bu hamma uchun avtomatik tushadi deb o'ylaydi. Lekin amalda davlat to'lovlarida har doim aniq mezon bo'ladi. Kim oladi, qaysi manba hisobidan oladi, qachon oladi, qaysi hujjat asosida oladi, pul bank kartasiga tushadimi yoki mahalla orqali rasmiylashtiriladimi? Oldin qanday edi? Oldin ko'p hollarda pensionerlar o'z pensiyasini belgilangan grafik asosida olib kelardi. Ba'zi qo'shimcha yordamlar esa faqat alohida toifadagilarga berilardi. Kam ta'minlangan oila a'zosi bo'lgan pensionerga, yolg'iz yashovchi keksaga, nogironligi bo'lgan shaxsga, boquvchisini yo'qotgan oilaga, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari yoki ijtimoiy himoya tizimida ro'yxatda turgan fuqarolarga. Shuning uchun ham har bir pensionerga 1.500 ming so'm degan xabarni eshitganda men birinchi navbatda rasmiy manbani, qaror raqamini, to'lov nomini va ijro mexanizmini tekshiraman. Hozir nima o'zgardi? Hozir asosiy o'zgarish shundaki, pensionerlar haqidagi ma'lumotlar ko'proq elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Pensiya jamg'armasi, mahalla, ijtimoiy himoya organlari, bank tizimi va davlat xizmatlari ma'lumotlari bir-biri bilan solishtiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan adolatliroq tizimga olib keladi. Kimga yordam kerakligi aniqroq ko'rinadi. Lekin yomon tomoni ham bor. Ma'lumotda xato bo'lsa, pensioner men haqliman deb o'tirsa ham pul vaqtida tushmasligi mumkin. Masalan, pasport ma'lumotlari eskirgan, yashash manzili bazada boshqa ko'rsatilgan, bank kartasi muddati tugagan, telefon raqami boshqa odam nomida. Yoki pensioner o'zi aslida imtiyozli toifada bo'lsa ham tegishli bazaga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Men bu yerda sizga eng muhim ogohlantirishni beraman. Agar 1.500 ming so'm haqida gap ketayotgan bo'lsa, avvalo bu pulning tabiati nimadan iboratligini aniqlash kerak. Bu pensiyaga qo'shimcha doimiy ustama bo'lishi mumkin emas. Agar rasmiy qarorda har oy deb yozilmagan bo'lsa, bu bir martalik moddiy yordam bo'lishi mumkin. Bu ayrim toifadagi pensionerlarga beriladigan ijtimoiy yordam bo'lishi mumkin. Bu bayram arafasidagi hududiy dasturdagi yoki mahalla orqali ajratiladigan mablag' bo'lishi mumkin. Demak, hamma uchun bir xil javob yo'q. Lekin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq yo'l bor. Endi kim xavotir olishi kerak, kim esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak, shu masalani batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi toifa oddiy yoshga doir pensiya oluvchi fuqarolar. Masalan, 68 yoshli otaxon har oy 1.200 ming so'm pensiya oladi. Bank kartasi orqali pul keladi. Yashash manzili o'zgarmagan, mahallada ro'yxati to'g'ri. Agar rasmiy tartibda barcha yoshga doir pensionerlarga bir martalik 1.500 ming so'm to'lanadi deb belgilansa, bunday odam odatda alohida yugurib yurmasligi mumkin. Pul avtomatik tushishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Lekin men baribir tekshirishni maslahat beraman. Karta ishlayaptimi? Telefoningizga SMS keladimi? Pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar to'g'rimi? Mahalla sizni ro'yxatga ko'ryaptimi? Ikkinchi toifa. Yolg'iz yashovchi pensionerlar. Masalan, 74 yoshli onaxonning farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda. U kishi o'zi pensiya oladi, kommunal to'lovlarni to'laydi, dori-darmonga ko'p pul sarflaydi. Agar 1.500 ming so'm ijtimoiy yordam sifatida ajratilayotgan bo'lsa, aynan bunday toifadagi fuqarolarning hujjati birinchi navbatda tekshirilishi kerak. Chunki yolg'iz yashovchi pensioner ko'pincha qo'shimcha yordamga haqli bo'ladi. Lekin o'zi borib so'ramagani uchun ro'yxatdan chetda qolishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman, odam davlat o'zi biladi deb kutadi.
Mahallada esa uning real holatida to'liq aks etmagan bo'ladi. Uchinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Masalan, pensioner bir vaqtning o'zida yoshga doir pensiya oladi, lekin sog'liq sababli doimiy parvarishga muhtoj. Bunday odamning tibbiy hujjatlari nogironlik guruhi dori-darmon xarajatlari va yordamga ehtiyoji alohida bog'lanadi. Agar to'lov faqat pensioner degan maqomda emas, balki ijtimoiy himoyaga muhtoj degan maqomga bog'liq bo'lsa, bu yerda hujjatlar juda muhim. Nogironlik muddati tugagan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish kechgan bo'lsa, tizimda ma'lumot ko'rinmasligi mumkin. Natijada odam men ham pensionerman, nega menga tushmadi deb qoladi. 4-toifa pensiya oladi, lekin ishlashda davom etadi. Masalan, 63 yoshli erkak pensiyaga chiqqan, lekin qorovul bo'lib ishlaydi va rasmiy oylik oladi. Agar to'lov barcha pensionerlarga bo'lsa, ishlashi to'sqinlik qilmasligi mumkin. Lekin agar to'lov kam ta'minlanganlik yoki ijtimoiy ehtiyoj asosida berilsa, uning oyligi hisobga olinadi. Bu yerda odamlar ko'p adashadi. Men pensionerman demak olishim kerak deydi. Lekin yordamning nomi pensiya emas, moddiy yordam bo'lsa, oilaning umumiy daromadi, yashash sharoiti, ro'yxatdagi oila a'zolari soni tekshiriladi. 5-toifa farzandlari bilan bir uyda yashaydigan pensionerlar. Masalan, buvijon o'g'li kelini va nabiralari bilan yashaydi. Buvijon pensiya oladi, o'g'li ishlaydi. Kelini ham daromad qiladi. Agar yordam umumiy pensioner maqomiga bog'liq bo'lsa, buvijonga tegishi mumkin. Agar yordam ehtiyojmandlikka bog'liq bo'lsa, oilaning umumiy daromadi ko'riladi. Shuning uchun qo'shnim oldi, men olmadim degan taqqoslash har doim ham to'g'ri emas. Qo'shningiz yolg'iz yashashi mumkin, uning nogironlik hujjati bo'lishi mumkin. U ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan bo'lishi mumkin. Keling, raqamli misol qilamiz. Birinchi pensioner har oy 1,1 million so'm pensiya oladi. Yolg'iz yashaydi. Dori uchun oyga 400 ming so'm sarflaydi. Kommunal to'lovlar 2,5 ming so'm. Uning qo'lida ovqat, kiyim-kechak va boshqa ehtiyojlar uchun juda kam pul qoladi. Agar mahalla uning holatini to'g'ri ko'rsatsa, u qo'shimcha yordamga real nomzod bo'lishi mumkin. Ikkinchi pensioner esa 1,8 million so'm pensiya oladi. Farzandlari bilan yashaydi. Uyda 2 kishi rasmiy ishlaydi. U ham hurmatli pensioner, lekin ehtiyoj darajasi boshqacha baholanadi. Shuning uchun bir xil yoshdagi ikki odamning natijasi turlicha bo'lishi mumkin. Yana bir misol. Pensionerning bank kartasi muddati tugagan. Qaror bo'yicha pul tushishi kerak, lekin bank operatsiyasi qaytadi. Odam esa menga berishmadi deb o'ylaydi. Aslida sabab huquqda emas, texnik masalada. Yoki pensioner yaqinda boshqa tumanga ko'chgan, lekin pensiya hujjatlari eski manzilda qolgan. Pul ajratiladigan ro'yxat eski tuman bo'yicha shakllangan bo'lishi mumkin. Shu sababli men har doim aytaman, pul haqida eshitganingizda faqat beriladimi deb so'ramang. Mening ma'lumotim tizimda to'g'rimi deb ham tekshiring. Birinchi tuzoq firibgarlar. Agar kimdir sizga qo'ng'iroq qilib 1,5 million so'm olish uchun karta raqamingizni, SMS kodni, pasport rasmini yoki plastik kartaning orqa tomonidagi kodni yuboring desa, darhol to'xtang. Hech qaysi rasmiy tashkilot sizdan SMS kod so'ramaydi. Bank kartangizning amal qilish muddati va maxfiy kodlari pul tushirish uchun kerak emas, pul o'g'irlash uchun kerak. Men sizga qat'iy aytaman, SMS kodni hech kimga aytmang, hatto u o'zini bank xodimi, mahalla vakili yoki davlat xizmatlari xodimi deb tanishtirsa ham. Ikkinchi tuzoq. Ariza yozib beraman, pulingizni chiqarib beraman degan vositachilar. Ayrim odamlar pensionerlardan 100 ming yoki 200 ming so'm olib, oddiy arizani yozib berishadi. Ba'zan umuman hech nima qilmaydi. Siz bilib qo'ying, rasmiy ariza topshirish uchun ko'pincha mahalla tuman ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazi yetarli bo'ladi. Agar hujjat talab qilinsa, uni o'zingiz yoki ishonchli yaqin qarindoshingiz topshirishi mumkin. Vositachi pulingizni tejab qo'ling. Uchinchi nozik jihat. To'lovning muddati. Odamlar ko'pincha bugun xabar chiqdi, ertaga pul tushadi deb o'ylaydi. Amalda esa ro'yxat shakllanadi, tasdiqlanadi, bankka yuboriladi, keyin to'lov amalga oshiriladi. Bu jarayon bir necha kun yoki bir necha hafta davom etishi mumkin. Agar siz haqiqatan ro'yxatda bo'lsangiz, lekin pul birinchi kuni tushmasa, darhol janjal qilish shart emas, lekin belgilangan muddat o'tib ketsa. Albatta yozma murojaat qiling. Og'zaki gap ko'pincha ishsiz qoladi. Yozma murojaat esa ro'yxatga olinadi. 4-nozik jihat.
Har bir pensioner degan ibora rasmiy hujjatda qanday yozilganini ko'rish kerak. Ba'zan ommaviy xabarlarda soddalashtirib aytiladi. Lekin qarorda falon toifadagi pensionerlar, kam ta'minlangan pensionerlar, yolg'iz yashovchi keksalar, ijtimoiy reyestrga kiritilgan shaxslar deb yozilgan bo'ladi. Mana shu bitta jumla hammasini o'zgartiradi. Shuning uchun men har doim rasmiy manbani talab qiling deyman. Qaysi qaror, qaysi sana, qaysi tashkilot, qaysi tartib. 5-nozik jihat. Bir odam bir nechta yordamni bir vaqtda olishi yoki ololmasligi mumkin. Masalan, pensioner allaqachon ma'lum bir dastur bo'yicha moddiy yordam olgan bo'lsa, yangi yordamda uning holati qayta baholanadi. Ayrim to'lovlar bir-biriga xalaqit bermaydi. Ayrimlari esa bir xil maqsadga berilgani uchun takroran ajratilmaydi. Buni mahalla yoki ijtimoiy himoya bo'limidan aniq so'rash kerak. Qo'shnim 2 marta oldi degan gap bilan xulosa chiqarmang, chunki uning holati boshqa bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat qarzdorlik. Ko'p odamlar agar kommunal qarzim bo'lsa pulni ushlab qolishadimi deb so'raydi. Umumiy qoida bo'yicha ijtimoiy yordamlar aniq maqsad uchun ajratiladi. Lekin bank kartangizga tushgan puldan avtomatik yechimlar. Qarzdorlik bo'yicha ijro harakatlari yoki bankdagi boshqa shartlar ta'sir qilishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Agar sizda sud ijrochilari bo'yicha qarzdorlik, bank krediti yoki karta blokirovkasi bo'lsa, oldindan bankdan va tegishli idoradan holatingizni aniqlang. Chunki pul tushgandan keyin nega yechib oldi deb yugurishdan ko'ra oldin bilib qo'yish osonroq. 7-nozik jihat hujjatdagi mayda xatolar. Ism, familiyada bitta harf farqi, tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilishi, pasport seriyasi yangilanmagani, bank hisob raqami boshqa filialga ulangan bo'lishi ham to'lovni kechiktirishi mumkin. Ayniqsa, keksa odamlar pasportini ID kartaga almashtirgan bo'lsa, eski ma'lumot bilan yangi ma'lumot bir xil tizimda bog'lanmagan bo'lishi mumkin. Bu yerda jahldan ko'ra tartibli tekshiruv foydaliroq. Birinchi qadam. Xabarni rasmiy tekshiring. Telegramdagi noma'lum kanal qo'shnining gapi yoki bir tanishim aytdi degan ma'lumotga tayanmang. Mahallangizga, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga, ijtimoiy himoya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Savolni aniq bering. 1.500 ming so'mlik to'lov kimlarga beriladi? Men ro'yxatdamanmi? Qanday hujjat kerak deb so'rang. Agar telefon orqali javob noaniq bo'lsa, shaxsan boring yoki yozma murojaat qiling. Ikkinchi qadam. O'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz to'g'ri bo'lsin. Agar nogironlik bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi hujjatlari yoki tegishli ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar yolg'iz yashasangiz, mahalla buni tasdiqlashi muhim. Agar kam ta'minlanganlik bo'yicha ko'rilayotgan bo'lsa, oilaning daromadi, tarkibi va yashash sharoiti haqidagi ma'lumotlar so'ralishi mumkin. 3-qadam, mahallaga boring va ro'yxatni tekshiring. Men aynan ro'yxatni tekshiring deb aytyapman, chunki ko'p muammo shu yerda chiqadi. Mahalla raisi yoki ijtimoiy xodimdan sizning holatingiz qanday qayd etilganini so'rang. Men yolg'iz yashaymanmi deb ko'rsatilganman? Men ijtimoiy himoyaga muhtoj sifatida kiritilganmanmi? Mening pensiya ma'lumotim to'g'rimi degan savollarni bering. Agar xato bo'lsa, tuzatish uchun ariza qoldiring. 4-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Bloklanmaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Karta aynan pensionerning nomidami? Hisob raqam faolmi? Bularning hammasi muhim. Agar pensionerning o'zi bankka bora olmasa, ishonchnoma masalasi hal qilinishi mumkin. Lekin ishonchnomani ham rasmiy tartibda qiling. Begona odamga karta bermang. 5-qadam, agar sizga tushmaydi deyishsa, sababini so'rang. Shunchaki yo'q degan javob yetarli emas. Qaysi mezon bo'yicha men kirmayapman? Qaysi hujjatim yetishmayapti? Qaysi bazada xato bor? Murojaat qilishim mumkinmi deb so'rang. Iloji bo'lsa, yozma javob oling. Chunki yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda tuman bo'limiga, yuqori tashkilotga yoki virtual qabulxonaga murojaat qilish osonlashadi. 6-qadam, ariza yozishda aniq yozing. Masalan, arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Men falonchi, yoshga doir pensiya oluvchiman. Ommaviy e'lon qilingan bir martalik moddiy yordam bo'yicha ro'yxatda bor yo'qligimni tekshirib berishingizni, agar tegishli bo'lsa to'lovni rasmiylashtirishni. Agar tegishli bo'lmasa sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingiz, manzilingiz
pasport ma'lumotingiz, pensiya olishingizga oid ma'lumotlar bo'lsin. Hujjatni topshirganingizda kirim raqamini yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. 7-qadam, yaqinlaringiz pensionerlarni yolg'iz qoldirmang. Farzandlar, nabiralar, qo'shnilar agar oilangizda keksa inson bo'lsa, ularning telefoniga kelgan xabarlarni tekshiring. Firibgarlar bilan gaplashib qolmaganini so'rang. Bank kartasini begonalarga bermasligini tushuntiring. Ayniqsa, yolg'iz yashaydigan keksalar ishonuvchan bo'ladi. Firibgarlar aynan shundan foydalanadi. Hozir kodni aytmasangiz pulingiz kuyadi deb qo'rqitadi. Hech qachon shoshilmang. Rasmiy idora sizni vahimaga solib SMS kod talab qilmaydi. 8-qadam, pul tushsa, uni oqilona ishlating. 1,5 million so'm katta yordam bo'lishi mumkin, lekin u bir zumda tugab qoladigan pul ham. Men pensionerlarga birinchi navbatda zarur dori-darmon, tibbiy ko'rik, kommunal qarzning eng muhim qismi, oziq-ovqat zaxirasi va qishki ehtiyojlarni o'ylashni maslahat beraman. Agar kimdir shu pulga mahsulot olib beraman deb kartangizni so'rasa, bermang. O'zingiz yoki ishonchli oila a'zongiz bilan xarid qiling. Agar pul tushmasa, lekin siz haqli deb hisoblasangiz, ketma-ket harakat qiling. Avval mahalla, keyin tuman ijtimoiy himoya bo'limi yoki pensiya jamg'armasi, keyin davlat xizmatlari markazi yoki yuqori tashkilotga murojaat. Har bir joyda og'zaki emas, yozma iz qoldiring. Sana murojaat raqami, kim qabul qilgani, nima javob bergani, bularni yozib boring. Bu oddiy daftar bo'lsa ham bo'ladi. Chunki tartibli harakat qilgan odamning masalasi tezroq ko'riladi. Men yana bir bor ta'kidlayman. Hozirgi vaziyatda eng katta xato shoshilish va tekshirmasdan ishonish. Ikkinchi xato baribir bermaydi deb qo'l siltash. Uchinchi xato hujjatdagi kamchilikni tuzatmasdan kutish. To'rtinchi xato begona odamga karta, kod yoki pasport ma'lumotini berish. Sizning huquqingiz bor, lekin huquqni olish uchun ma'lumot to'g'ri, hujjat tartibli, murojaat aniq bo'lishi kerak. Demak, 1,500,000 so'm masalasida eng to'g'ri yo'l shuki, avval rasmiy manbani tekshirasiz, keyin o'zingiz qaysi toifaga kirishingizni aniqlaysiz. Ma'lumotlaringizni tartibga keltirasiz. Mahalla va tegishli idoralardan ro'yxatni so'raysiz. Kerak bo'lsa yozma ariza qoldirasiz. Agar pul avtomatik tushsa, yaxshi. Agar tushmasa, sababini aniqlamasdan turib xulosa qilmang. Eng muhimi, firibgarlarga aldanmang. SMS kodni hech kimga aytmang, kartangizni begonalarga bermang. Azizlar, sizningcha bu 1,500,000 so'mlik yordam hamma pensionerlarga berilishi kerakmi yoki faqat ehtiyojmandlarga ajratilgani to'g'rimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni ularga yuboring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizlarga pensiya, nafaqa, imtiyoz va moddiy yordam masalalarini sodda, aniq va amaliy qilib tushuntirishda davom etaman.